Assalomu alaykum aziz motor avtosaloни kuzatuvchilari. Bugun sizlarga juda ham zo'r yangiligim bor. Ya'ni aynan bugun xarid qilaman desanglar, hozir men sizlarga sotuvda mavjud bo'lgan minivan mikroavtobus pikapni tanishtirib o'taman. Birinchisi BAF M7 minivan. Buni juda ham ko'pchilik yaxshi biladi. Ushbu minivanimiz 9 kishiga mo'ljallangan, ya'ni 8 yo'lovchi, bitta haydovchi. Ushbu minivanni xarid qilish uchun aziz motor avtosalonimizga bemalol kelsanglar bo'ladi, ya'ni sotuvda tayyor. Bu yerda bo'ladigan bo'lsa Dongfeng M5. Yani 9 kishiga mo'ljallangan. Salon holati ham, salonlari ham bor-ku, oq bilan temniy siniy kombinatsiya qilingan, juda ham chiroyli bu mashina bor-ku, maza qilib bemalol haydab ketsanglar bo'ladi. Volume pikapimizni ko'rishingiz mumkin. Bu 5 kishiga mo'ljallangan, ya'ni 4 yo'lovchi, bitta haydovchi, orqada 3 kishi bemalol o'tirib ketsa bo'ladi. Ushbu pikap ham juda ham ko'p inson hozirgi kunda qiziqishyapti. Bemalol kelsanglar 1 yildan 5 yilgacha avtokredit shaklida xarid qilib ketishingiz mumkin. Aytgandek, juda ham ko'p insonlar kutyapti, hozir men bilaman. Insonlar talab kuchli bo'pti Dongfeng M3 minivaniga. Dongfeng M3 bitta ko'rsatib bu tomondan. Do'stlar, Dongfeng M3mizni ko'rishingiz mumkin. Qaranglar, oq rangda 11 kishilik bemalol bag'riga sig'dira oladi. Ya'ni bu o'zi minivan emas, mikroavtobus hisoblanadi. O'zingizlar yaxshi bilasizlar, sotuvda tayyor. Mana bu hamma taniydi lekin. Chunki ko'p odam mana shu mashinani, ya'ni pikapni kutdi, juda ham ko'p kutishdi. Kutganinglarga yarasha biz ko'proq kelib qo'ydik. Jakti 9. Bemalol kelib 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatda avtokreditga istesanglar, naqdga ham hozir bosib olsangiz bo'ladi. Chunki okalarni bilaman, biznesmen okalar deb hammada pul bor. Bemalol kelmashi. Pikapimizni xarid qiladigan bo'lsanglar, sizlarga juda ham zo'r takliflarimiz ham bo'ladi, xudo xohlasa. Bizda yana Jakti 8, Jakti Sunray mikroavtobuslari bor. Siz juda yaxshi bilasizlar, bitta kelsa bizga 40 talab keladi, lekin 10 kun, uzog'i 10 kun muddat ichida sotilib ketadi. Kelinglar, hozir mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, sizlarga pastda telefon nomerlariga telefon qilinglar deb batafsil ma'lumot olmasanglar, quruq olib ketasizlar. Aytgandek, men sizlarga kredit shartlarini ayta qolaman. Toshkent propiskasi uchun 20% boshlanish to'lovini to'lagan holda aziz motor avtosalonida mavjud bo'lgan minivan mikroavtobus pikaplarni xarid qilib ketishingiz mumkin. O'zbekiston bo'yicha deyishingiz mumkin. O'zbekiston bo'yicha boshlang'ich 26% dan boshlanadi. Bemalol pikaplarni xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Yana ham to'liq ma'lumot uchun pastda telefon nomeriga yozib qoldiramiz. Akalar, aytgandek, men sizlarga bitta ma'lumot eslatib o'tmoqchiman. Ya'ni aziz motor avtosaloni 2018-yildan buyon sizlarga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Shu 7 yil mobaynida juda ham ko'plab minivan, mikroavtobus, pikaplarni o'z mijozlariga, ya'ni o'z egalariga topshirishga ulgurdi. Yana sizlar ham kelib bemalol ishonch hosil qilgan holatda aziz motor avtosalonidan kafolatlangan, ya'ni 3 yil kafolat yoki 100 ming kilometrgacha kafolatlangan avtomobillarni xarid qilib ketishingiz mumkin. Aziz motor avtosalonida aytgandek, juda ham ko'p insonlarga savol paydo bo'ladi. Ya'ni sizlardan hop pikaplar, minivan, pikap yengil avtomobillar bo'lishidan qat'iy nazar aytmoqchisiz, lekin sizlarda ehtiyot qismlar bormi deyishingiz mumkin. Ehtiyot qismlar albatta bor. Sotuvda mavjud bo'lgan barcha minivan, mikroavtobus farqi yo'q. Sotuvda mavjud bo'lgan barcha avtomobillarning ehtiyot qismlari bizning aziz motor avtosalonimizning omborxonasida joylashgan. Buni to'liq masalaga obzorni ham beramiz, xudo xohlasa. Bizani kuzatayotganingiz uchun katta rahmat. Hozir bitta like bosib qo'yinglar, telefon nomeriga tezroq telefon qilinglar. Chunki hozir sizlar ko'rgan mashinalar tez orada sotilib ketish ehtimoli bor. Aytgandek, bu videoni tezroq mashina olaman, minivan, mikroavtobus olaman yoki Uber chiqaman degan okalar bo'ladigan bo'lsa, tezroq jo'natib qo'yasizlar.